Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun haftaning dushanba kuni 20-oktyabr ijtimoiy fanlarning kasbiy rivojlanish kuni. Shu munosabat bilan Sharog'ashiyev tumani 14-maktabga ushbu jarayonlarni o'rgangani, tahlil qilgani keldik. Maktabni hovlisi bugun ushbu maktabda fan olimpiadasi, tarix va geografiya fanlarining olimpiadasi bo'lib o'tmoqda ekan. Maktab ichki tarafi. Jamoa kelishib ijtimoiy faollik, ijtimoiy odam bo'yicha riskga fikrlarni bildiradi. Har bir o'qituvchi bir nafar o'qituvchi javob beradi. Faqat mana listlarga yozamiz. Hammadan fikrlar chiqadi, fikrlarni o'rnashtirib, bir nafar o'qituvchi javob bersa Demek biz o'quvchilarni rivojlanish, ijtimoiy faollik rivojlanish orqali talabalarga erishish. Biz buni o'qituvchilar nisbatan javoblarni jamladik. Demak, o'quvchi o'rnatiga odat yaxshi. Keyingi jamoa, yondagi jamoa. Rivojlantirish degani o'quvchilarning dars jarayonida hisobladik, ya'ni dars jarayonidagi faolligi, keyin turli tashabbuslar bilan chiqa olishi va boshqalar manfaatini shular masalan darsda misol olmadik, dars alohida jamoat joy degan ko'cha-ko'yda. ijtimoiy faollikda bu shaxs yoki guruhning ijtimoiy jarayonlarga ta'sir qilish Ustozlarimiz ham aytdi. Demak, suhbatlashish, atrofdagilar fikrini eshitish, demak, atrofdagilar bilan muomala. Mana shu yerda hamma tarixchilar ikkita uchta fakt aytadi, o'zi shundan ham bilsak bo'ladi, ijtimoiy odam qanchalik kerak o'quvchilarga. O'zim aytaman. Birinchisi Rothschild ikkalasining bittasi qaysidir biri kim bilan uchrashsa, nechta farzandi bor, qayerda o'qiydi, hammasini yozib qo'yadi. Suhbatdan keyin suhbatlashganda falon farzandingiz bitirdimi shu joyda, falonchilar shu deb farzandlarni ismini aytgandan keyin mana ijtimoiy munosabatga kirishishda o'z-o'zidan u odam boya Rockefeller o'sha Rothschildlarni suhbatlashib va bular men haqimda biladi ekan. Mana ijtimoiy munosabatda agar o'zimizni oladigan bo'lsak, kecha yaqin 8-sinfda Jalol Manguberdi mavzu kam so'z edi, turkiy qiyofali, bo'y pastlanmas. Shu joyda oxirida bitta so'z aytdi.